Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yine ustanovga tayyor bo'lgan temir eshik, darvoza, akfa oynalarimizni bir yandan qisqacha obzor qilib beramiz. Görüp kuzatib boraverasizlar. Arzumon bir mehnatimiz qadrlab, bir like'larni bosib, kanala obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Narx-navolar bo'yicha tanishtirib boramiz. Yine bu iş darvazamıza keladigan bo'lsak, zamoklarim yine 5 kilitli zamok. Ne? Aksiyonlar ham qo'yilgan. Lapçaylarını yine görüşleriniz mümkün. Bu darvazamız materyallarına keladigan bo'lsak, lislari 1-2lik, stenalari 2-1lik. Bol işledik bunu, en pulu ikisini materialam bir xil kalın materialda işlengen. Bunun narxına keladigan bo'lsak 900 ming so'mga ishlab turdik, 850 ming so'mga ishlab beramiz. Dastlabki ustanovkasi hammasi içinde Xorazm bo'ylab. Akfa oynamıza keladigan bo'lsak yine bir yanı ak, bir yanı karışnoy bo'lib ishlendi bu. Bunun narxına keladigan bo'lsak 750 ming so'mga ishlab beramiz. Bonusuna setga Patagonniki bilan. Bu zakazlarımızın xudo xolasa, qazarsa ustanovga qilamiz bularni. 5 tane ayna, 2 tane demir eshikimiz. Yine bunda aynalarını 4 tanesi. Mesela hürmetli obunachilar, yine kime shunday eshik, darvozalar gerek bo'lsa, aynalar gerek bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerimizni ekranda qoldirib o'tamiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham Xorazm, Qoraqalpog'iston bo'ylab yetkazib berish bepul. Ustanovga hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz.